Ostonada mamlakat madaniy hayotida yangi sahifa ochilmoqda. Mashhur shaxsning mashhur kolleksiyasi. Pablo Picassoning 51 ta asl litografiyasi birinchi marta Qozog'istonga keltirildi. Undagi asarlar Yevropa xususiy kolleksiyalaridan olingan. Odatda surat sohiblari asarlarni yopiq zallarda saqlaydi hamda tor doiradagi odamlarga ko'rsatadi. Ko'rgazma tashkilotchilari kolleksiyani Ostonaga keltirish uchun 1 yil navbatda turishiga to'g'ri keldi va bugungi kunda Parij, Barselona, Berlin muzeylarini kamdan-kam hollarda tark etadigan ijod namunalarini o'zimizda ko'rish mumkin. На самом деле, то есть самая сложность это как раз. Aslini olganda eng qiyini kolleksiyani olib kelishga ko'ndirish, chunki biz asosan xususiy kolleksionerlar bilan ishlaymiz, asarlarni ulardan olamiz. Picasso ko'rgazmasi uchun ancha payt navbatda turdik. Avvalroq Dali asarlarini olib kelgandik. Kelishuv jarayoni uzoq davom etadi. O'ziga xos byurokratiya mavjud. Bir taxlitda davom etadigan ish. Vaqti, byudjeti, boshqa jihatlarni kelishib olish lozim bo'ladi. Согласование по времени, бюджетам и подобному. Ko'rgazma paragraflar deb atalishi tasodif emas. Har bir litografiyani bemalol chizgilardagi umr kitobidan bir bo'lim desa bo'ladi. Bu Picasso hayotining boblari, dastlabki izlanishlari, balog'at davri tajribalari, urush va tinchlik to'g'risidagi falsafiy mushohadalari. Ko'rgazmada rassom ijodining turli davrlarini qamrab olgan bebaho kolleksiya namoyish etilyapti. Tomoshabin Picasso uslubi yillar bo'yi qanday o'zgarib borganini kuzatishi mumkin. Telefon xotirasidagi rasmlar har soniyada yangilanadigan dunyoda asl nusxa bilan uchrashish oson emas. Bunda filtrlar, ekran yaltiroqligi yo'q. Faqat siz va musavvir ijodi. Bunday aloqa san'atning asosiy mulki bo'lgan hissiyotlarni uyg'otadi. Tashkilotchilar aytishicha, tuyg'ular bilim eshigini ochadi. На самом деле, вот я тоже я люблю. Men aslida tushuntirish talab qilinmaydigan san'atni sevaman. Suratga qarab turib, bu narsa sizga yoqish-yoqmasligini anglab yetasiz. Menimcha san'atda eng muhim narsa hissiyot uyg'ota olish, ya'ni tuyg'ular bosh ko'tarsa, muxlis hamma narsani chuqur o'rgana boshlaydi. И начинает понимать. Picasso ismini eshitganimizda uning mashhur polotnolari, inqilobiy kartinalari va haykallarini eslaymiz, lekin Ostona ko'rgazmasida mutlaqo o'zgacha olam taqdim etiladi. Undagi bosh qahramon litografiya. Bu texnika rassomga tosh yoki metall plastinaga surat chizish imkonini beradi. So'ng maxsus vositada kartina nusxasi olinadi. Har bir nusxa o'sha qo'lni, uning energetikasini saqlaydi. Litografiya nusxa emas, asliyatning davomi. Lekin nega Picasso litografiyaga murojaat etdi? Albatta, bunga sabab yangilikka qiziqish edi. Litografiya esa tinmay turli tajribalarga undaydi va yana litografiya usta asarlarini ko'paytirishda qo'l keladi. Picasso asarlariga bo'lgan talab inson imkoniyatlaridan ancha katta edi. Litografiya esa shu san'atga erishishni osonlashtirdi. Понятно то, что маслом, то есть это большое количество времени занимает работа. И на самом деле и сложно и Moyli bo'yoqlar bilan ishlaganda har bir asar juda ko'p vaqt olishi tushunarli. Biror yerga tashib borish ham murakkab. Ular ancha qimmat turadi. Picasso hayotligidayoq mashhur edi. Uning asarlarini xarid qilishni istovchilar ko'p bo'lgan. Talab imkoniyatdan, ya'ni u chiza olishi mumkin bo'lganidan o'zib ketgandi. Shuning uchun rassom chop etiladigan grafikadan faol foydalangan, lekin unga limit qo'ygan. Shuningdek, sifatli litografiya yarata oluvchi kompaniyalar ham ko'p emas. Ushbu litografiya juda qimmatli, chunki har xil asarlar har xil nusxada chop etilgan. Ba'zilari 100 ta bo'lsa, boshqalari 10 donagina. Litografiya nisbatan ommaviy samara beradi. Moy bo'yoqda chizilgan kartina bir necha million dollar tursa, litografiya bahosi $5000 dan boshlanadi. То есть, потому что картина масла может стоить несколько миллионов долларов, то есть там литографию можно купить от $5000 и выше. Ko'rgazmada musavvir hayotining turli davrlariga oid asarlar qo'yilgan. Jiddiy figuralar ham, bolalarcha sodda chiziqlar ham, kubizm ko'rinishlari ham bor. Harakatli va ehtirosli korrida sahnalarini kuzatish mumkin. Davr titrog'i seziladigan Gernikaga chizgilar bor. Litografiyalardan birida go'dak qo'li bilan chizilgandek tuyuladigan otni ko'rasiz, lekin soddalikda donolik mujassam.
Мне очень nравится kартина. Она вот здесь. Menga mana bu moviy sahifadagi rasm yoqadi. Unda juda sodda, xuddi yosh bola qo'li bilan chizilganga o'xshagan ot rasmi turibdi. Aslida Picasso hamisha shunday degan: "Bolangiz menday chiza olmaydi." U oddiyligi bilan jalb qiladi. Bu oddiylik ortida ulkan qadriyat bor. И то есть она показывает своей простотой, но тем не менее, то есть за этой простотой стоит большая ценность. Har bir litografiya ortida san'at kabi lol qoldiruvchi tarjimai hol turibdi. Pablo Picassoning to'liq ismi sharifi 20 ta so'zdan ko'proq. Bu esa Ispaniya uchun ham o'ziga xos rekord. Uning birinchi bo'lib aytgan so'zi esa qalam bo'lgan. 10 yoshga yetganda shu qadar yaxshi chiza boshladiki, tasviriy san'at o'qituvchisi bo'lgan otasi mag'lubiyatini tan oladi. O'g'li undan o'zib ketgandi. Shundan buyon Picasso faqat san'at yo'lidan bordi. U 91 yil umr ko'rdi. Ustaxonalarida kartina va haykallardan tashqari musavvir haqida ko'p narsa ayta oladigan she'rlar ham dunyoga keldi. Ammo eng ko'p asarni ayollar qoldirgan. Fernanda Olivier uni dastlabki kubistik tajribalarga ilhomlantirgan. Dora Maar urush xavotirini aks ettirgan. Jacqueline Rock tarixga uning 400 tacha polotnosi qahramoni sifatida kirgan. Har bitta muza bilan birga musavvir uslubi ham o'zgargan. Uning shaxsiy hayoti va ijodi yagona tugunga birlashgan. Picasso shaxsiy dramalarni davr tiliga aylantira olgan. U so'z ojiz qolgan joylarda san'atni tilga kiritgan. Shuning uchun kartinalari 20-asr solnomasiga o'xshab tuyuladi. Пикассо всегда ловил, как сейчас говорят, хайп. Picasso jamoatchilik qarashlariga tobe bo'lmagan fikrlarini ifodalash uchun hozirgi tilda aytganda hayp topishga ulgurardi. Chunki Picasso qandaydir siyosiy manfaatlarga tayanmagan holda fikr aytish uchun o'zini yetarli darajada badavlat deb hisoblagan. Bu borada jo'shqin ispaniyalik va rassom, fuqaro va patsifist sifatida turli tuzumlarning kurashi masalasi e'tiboridan chetda qolmagan. Как художника, как гражданина и как пацифиста, естественно, вопрос борьбы режимов очень сильно волновал. U g'alati ishlarga qodir bo'lgan. Tushlik uchun qog'oz sochiqchaga suratlar chizib bergan. Hozirda ular narxi millionlarga teng. Picasso pul kelib ketaveradi, ammo san'at abadiy deb hisoblagan. Uning umrida daholik va soddalik, ehtiroslar va yolg'izlik uyg'unlashgan. Mana shu energiya asarlari abadiy bo'lishini ta'minladi. Astanada taqdim etilgan ekspozitsiyaning qadri uning mazmuniga bog'liq. Tomoshabin unda Yevropa san'ati evolyutsiyasini, Renessansning jiddiy chizgilaridan modernizm erkinligigacha bo'lgan hamma narsani ko'ra oladi. Shu tariqa biz Picasso an'analarini buzmagan, balki qayta idrok etgan deya olamiz. U o'tmishni kuzatgan, kelajak tiliga tarjima qilgan va bugungi kunda bu muloqotni Astanada ko'rish mumkin. Qozog'iston dunyo san'ati yo'nalishiga o'z nomini yozdi va bu faqat boshlanishi. На самом деле в Казахстане еще не было такого большого именно количества. То есть тут... Ochig'i shu kungacha Qozog'istonga buncha ko'p narsa keltirilmagandi, ya'ni 51 ta asar olib kelindi. Shuncha asar Qozog'istonga keltirilmagan. Balki bizning faoliyatimiz qiymati ham shundadir. Ayni vaqtda bunda rassom hayotining turli davrlariga oid kolleksiya to'plangan. Asarlar transformatsiyasini kuzatish imkoni bor. Yaqin kelajakda biz multimedia maydoni ochish niyatidamiz. Hozir Budapeshtda, Amsterdamda, Moskva hamda Yerevanda muzeylarimiz bor. 3 yil davomida Astanada maydoncha qidirdim. Nihoyat topildi. Yaqinda uni ochamiz. Площадку в Астане, вот мы ее нашли, и в этом году мы открываемся. Picassoni tushunish uchun uni tomosha qilish yetarli emas. Chiziqlarni o'qishni o'rganish kerak. Masalan, Gernika eskizlari. Bu yerda yakuniy kompozitsiya halicha yo'q, lekin eng muhimi davr og'rig'i va xavotiri bor. Ushbu chizmalarda yuzlari burishgan ayollar, ot va buqa figuralari, vayron bo'lgan dunyo timsollari bor. Litografiyalarda g'oya obrazga aylanayotganida yuz beradigan jarayon aks etgan. На самом деле Герника действительно является одним из самых выдающихся, по сути, самым выдающимся и
по размерам в том числе произведения Пабло Пикассо. Gernika aslida ham Pablo Picassoning eng buyuk, ko'lamiga ko'ra eng yirik asari. Uni musavvir manifesti natsistlar tuzumiga urush ochishga qarshi ko'targan isyoni sifatida ko'rish mumkin. Shunday gaplar yuradi. Bu voqea Parij natsistlar armiyasi tomonidan okkupatsiya qilingan davrda bo'lgan deyishadi. Picasso ustaxonasiga uning Gernika ustida qanday ishlayotganini ko'rish uchun nemis zobiti keladi. Bu sizning ishingizmi? deb so'raydi bilimli, san'atni yaxshi tushunadigan zobit. U albatta tasvirda gap nima haqida ekanligini tushungan. Picasso esa yo'q, bu sizning ishingiz deb javob bergan. Ko'rgazmada ekspozitsiyaning katta qismini aynan Gernika personajlari va kompozitsiyasi uchun tayyorlangan eskizlar egallagani ekspozitsiyaning ham, ko'rgazmaning ham qiymatini oshiradi. То, что в этой выставке большую часть экспозиции занимают именно эскизы и наработки и поиски персонажей и композиций для Герники, я считаю, что это делает особенно ценным как экспозицию, так и выставку в целом. Korrida sahnalari alohida o'rin egallaydi. Picasso uchun buqalar jangi hayot metaforasi edi. Ehtiros, tavakkal, taqdir va kuch to'qnashuvi. Chiziqlar keskin, figuralar o'zaro aralashib ketgan. Bu yerda g'olib yo'q, ammo taranglikni tomoshabin jisman his qiladi. Bu asarlarda san'atning hammabob tiliga tarjima qilingan ispan yuragi dukurini eshitasiz. Picasso Rafaelga o'xshab chizishni o'rgangunimcha 4 yil, yosh boladek chizishni o'rgangunimcha butun umrimni sarfladim degan. Oddiylik eng yuqori cho'qqi edi. Bu yengillikka yetib kelguncha 10 yillar davomida tajriba va bilim orttirdi. Ko'rgazmaning yakuniy sahifalari falsafa haqida. Urush va tinchlikda qaysi birini tanlash hamisha odamlar ixtiyorida ekanligi haqidagi mushohadalar o'rin olgan. Picasso hatto obro'yini, do'stlarini yo'qotgan taqdirda ham doim erkinlikni tanlagan. Я полагаю, что по задумке кураторов выставки и организаторов выставки нужно было закончить чем-то сильным и чем-то философским. Nazarimda ko'rgazma kuratorlari va tashkilotchilari tadbirni qandaydir kuchli va falsafiy asar bilan yakunlashi kerak edi. Ekspozitsiya urush va tinchlikka oid eskizlar, ishlanmalar, mashqlar, litografiyalar bilan tugashi juda lo'nda va uyg'un qaror. Chunki inson hayoti hamisha tanlovdan iborat. Har bir rassom, tomoshabin, inson o'z yo'lini o'zi tanlaydi. Chunki agar odam tashqi ta'sirlarga ergashsa, odatda bu tanlov uning ichki dunyosi bilan ziddiyatga kirishadi. Picasso esa o'zi istaganiday yashadi. Nafas oldi, ijod qildi. Выбор сделан человеком под влиянием каких-то факторов, то он не соответствует его внутреннему миру чаще всего. А Пикассо, он жил, дышал, творил только так, как он хотел. Picasso 1973-yilda vafot etgan, lekin uning san'ati yashashda, ta'sir o'tkazishda davom etmoqda. U o'zidan 10 minglab asar qoldirgan. Ijod namunalari muzeylar, galereyalar, xususiy kolleksiyalardan joy egallagan. Uning merosini bir yerga to'plashning imkoni yo'q. Shuning uchun ham asarlari bilan tanishish har safar katta voqeaga aylanadi. Astanadagi litografiyalarni tomosha qilar ekanmiz, o'zimiz ham global muloqotning bir qismiga aylanamiz. Biz urush va tinchlik, muhabbat va yolg'izlik, quvonch va og'riq to'g'risida bong urgan musavvir ovozini tinglaymiz. U qulay shakl izlamadi, haq gapni gapirdi. Shuning uchun uning san'ati vafotidan keyin oradan yarim asr o'tgan bo'lsa ham zamonaviy bo'lib qolaveradi. Uning chizgilari ko'cha san'ati, dizayn, reklamada barhayot. U 20-asr timsoliga, brendiga aylandi. Eng muhimi, san'at har bir inson uchun tushunarli bo'la olishini isbotladi. Yosh boladan professorgacha, astanalik talabadan Nyu-Yorkdagi kolleksionergacha. Shunday ekan, Picasso paragraflar ko'rgazmasini buyuk nom gastroli demaymiz. Bu san'at, tarix, o'z-o'zimiz bilan muloqotga chorlash degani.